Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun nasos tashadik. Ishimizni oxirgi etapidan o'tib oldik. Nasos tashadik, suvni chiqardik. Xudoga shukr, suvni Xudoyim nasib qildi bizga. Mana salkam 60 metr qozildi, 120 metrlik temir turba tashadik. Bog'shamolda boshidagi mahalladamiz, Zavroq mahallasida. Hozir napolni ko'rasizlar. Bedalarni sug'oryapmiz mana. Vo, ko'taring suvni mana. Vo. Juda bo'ladi-da. Mana. Tirkatajdan olib kelgan Epa Gulubini nasos 245-do'kondan. Mana. Suvni chiqaryapmiz mana. Zo'r bo'ldi mana xo'jayin. Tabriklaymiz. Suyunchini olaverasiz endi. Tashing pastga. Bitta laykasi bor yangiligi uchun 2 soatda xudo xolasa tana bo'ladi. Soatiga 10 tonna suv so'rayapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda xudo xolasa.